Bugun o'qituvchi va murabbiylarga bo'lgan hurmatimiz, ehtiromimiz, e'tiborimiz yanada o'zgacha. Ulug' kasb egalarining bayrami munosabati bilan Davlatobod tumanidagi mavjud umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Ijodiy guruh bilan 56-maktabda bo'ldik. Guvohi bo'layotganingizdek barcha shodi xurram. Ustozga ehtirom deb nomlangan tadbir davomida mamlakatimizda o'qituvchilarga ko'rsatilayotgan e'tibor haqida fikrlar bildirildi. O'quvchilar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlarda ham zahmatli kasb egalarining fidoyiligi namoyon qilindi. Kuy va qo'shiqlarda esa ustozlar nomi madh etildi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, prezidentimiz tashabbuslari bilan 15-sentyabrdan 15-oktyabrga qadar ustozga ehtirom oyligi deb e'lon qilinishi ham bejizga emas. Shu munosabat bilan tumandagi 40 nafardan ziyod ma'naviyat targ'ibotchilari har bir maktabda tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etilishi, tashabbuskor, fidoyi ustozlar mehnatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratdilar. Ustozlar yo'qlandi. Davlatobod tumanidagi ma'naviyat targ'ibotchilari kasb bayrami bilan o'tkazilayotgan tadbirlarni yuqori saviyada o'tishiga alohida e'tibor qaratyapmiz. Bevosita ustozlarni mehnatlarini rag'batlantirilmoqda. Bugungi tadbirda Davlatobod tumanidagi 30 nafar ma'naviyat targ'ibotchilari har bir maktabda bo'lib, ustozlarni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratyapmiz. Bayram bahona birinchi ustozim bilan men ham ko'rishdim. Mana shu maktabga ilk bor 1-sinfga qadam qo'yganman. Bu maktab ustozlari men uchun doimo qadrdon. O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan prezidentimiz farmoniga ko'ra namanganlik ustozlardan 6 nafari davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'ldilar. Bu bizni ham g'ururlantirdi. Men ham yosh o'qituvchi sifatida juda ham havas qildim. Fursatdan foydalanib barcha ustozlarni bugungi kasb bayramlari bilan chin ko'ngildan tabriklayman. O'qituvchi va murabbiylar kuni Namangan viloyatida ham ko'tarinki kayfiyatda nishonlanmoqda. Davralarda erishilgan yutuqlar qayta e'tirof etilmoqda. Har birimizning hayotda o'z yo'limizni topishda ustozlarimizning bergan bilim va tarbiyalari alohida ahamiyatga ega. Ustozlarim ta'kidlaganidek, hayotda bilimsiz, yuksak ma'naviyatsiz yutuqlarga erishib bo'lmaydi. Ustozlarimizga doimo qo'limiz ko'ksimizda ta'zim qilamiz. Men ingliz tili faniga juda ham qiziqaman. O'ziga yarasha yutuqlarim bor. Prezidentimizni, ustozlarimizni bizga ishonchini, bilimli, vatanga munosib inson bo'lib ro'yobga chiqara olamiz. Men ham shu ma'noda marrani baland olganman. Aziz ustozlar, kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Sizlar bergan ilm, ma'rifat nurlari hayot yo'llarimizni yorituvchi mash'aladir. Ta'kidlanganidek, kasb bayrami munosabati bilan prezidentimiz farmoniga ko'ra namanganlik fidoyi ustozlardan 6 nafari davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lganliklari sohada faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarni ham o'zgacha g'ururlantirdi. Ayniqsa yosh pedagoglarni mana shunday yuksak mukofotlarga sazovor bo'lish yo'lida bilim olishdan, izlanishdan charchamaslikka, marrani yanada baland olishga undadi. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar.